Figa nazar solsak, suvni tashkil etuvchi vodorod va kislorod o'zi necha xil bo'lishini o'rgangan bo'lamiz. Tabiatda vodorodning 3 ta izotopi mavjud. Eng yengili 1H bo'lib, u protiy deb yuritiladi. Kundalik hayotimizdagi suvning tarkibi mutlaqo protiydan tashkil topgan. Har qanday suvda bundan tashqari og'ir vodorod, deuteriy 2H bo'ladi va bu izotop D harfi bilan belgilanadi. U suvda juda kam uchraydi. Proteinning har 6700 atomiga bitta deuteriy atomi to'g'ri keladi. O'ta og'ir vodorod ham mavjud. 3H. Uni tritiy deb ataymiz. Ona zaminimizda uning miqdori juda oz, 1 kilogramdan kam, lekin shunga qaramay har tomchi suvda uchratish mumkin. Kislorodning ham tabiatda 3 xil izotopi mavjud. Ularning eng ko'pi yengil 16O, eng kami 17O, eng og'iri 18O suv bug'lanishi vaqtida protiyga boyiydi. Yomg'ir suvining ko'l suvida qishda suv muzlaganida og'ir vodorod miqdoridan kamayib, og'ir kislorod ko'payishini hech kim xayoliga ham keltirmaydi. Yoki muzga aylangan suv eriyotgan muzdan tushayotgan suvdan farq qilishi ham bir mo'jizadir. Barchamiz oddiy suvning formulasi H2O ekanligini yaxshi bilamiz. Vaholanki, suvning xillari juda ko'p bo'lib, uning 48 xili fanga ma'lum va shundan 39 xili radioaktiv, 9 xili oddiy suvdir. Kundalik hayotimizda foydalanib kelinayotgan vodoprovod suvining har tonnasida 150 gram D2O og'ir suv, 1800 gramga yaqin og'ir kislorodli suv bo'ladi. Ko'pchiligimiz o'lik suv, tirik suv, qattiq suv, yumshoq suv haqida eshitgan. Arktika yoki Antarktidadagi muzliklar, muz kristal uchqunlarining go'zalligi, deraza oynalarini qoplaydigan muz bezagining me'mori kim? Suv havzalarida qish oldidan asta-sekin sovib borayotgan suv butun havzadagi suvning harorati 10 minglab yillar ilgari yashab o'tgan mamontlar jismini siz-u bizga yetkazib bergan shu mo'jizali suv, muz-ku axir. Bundan hayratlanmay bo'ladimi? Qishda yoqqan qorni bossak ham g'arch-g'urch degan ovozga nima deyishimiz mumkin? Bu isbot talab qilmaydigan ayni haqiqat-ku. Ha, suv haqiqatdan ham sirli, sehrli ne'matdir. Suvning issiqlik sig'imi katta. Olimlarimizning hisoblashlaricha, Quyosh 1 daqiqa mobaynida Yerda milliard tonna suvni bug'laydi. Har daqiqada milliard tonna suv bug'i qizigan havo oqimi bilan birgalikda atmosferaning yuqori qatlamlariga ko'tariladi. Suv bug'ining har grammi o'zi bilan birga 537 kaloriya quyosh energiyasini olib keladi. Yozning issiq kunlarida to'plangan issiqlik qish kirib, suv muzlaganida, qor yoqqanida suv issiqligini qaytarib beradi. Yer suvga havoni iletib beradi. Bu holat sovuqqa moslashib, qishga o'tishni yumshatadi. Ko'pchilik Orol dengizi qurimoqda desa, bizga nima? Orol dengizi bizdan uzoqda-ku deb o'ylaydi. Vaholanki, Orol dengizi qish faslida shimoldan bizga kirib kelayotgan sovuq havo oqimini iletib berishi, yozda esa Qozog'istondan kirib kelayotgan issiq havoni sovutib berishi o'rganilgan. Orol dengizi qurib borishi sababli qish sovuq, yoz issiq bo'lib bormoqda. Ariq, soy va daryolar erigan aralashmalarni dengiz va okeanlarga quyadi. Bu yerlarda suv bug'lanadi va yana yerga qaytadi. Erigan tuzlar dengiz va okeanlarda qoladi. Shuning uchun dengiz va okeanlar suvi sho'r bo'ladi. Biologiya fanida fotosintez jarayoni mavjud. Oddiy va sodda qilib aytganda, har qanday o'simlik, dov-daraxtlar ildizidan suv, bargidan karbonat angidridni olib, yorug'lik ta'sirida organik moddalar sintez qilish jarayonidir. Bu jarayon orqali o'simliklar o'zi uchun ham, siz va biz uchun ham ozuqa sintezlaydi va kislorod chiqarib beradi.
Non oshimiz ham kraxmal ekanligi hammaga ma'lum. Demak, suvning g'aroyib xususiyatlaridan yana biri suv bo'lmas ekan, biz uchun oziq-ovqat ham yo'q. Suvning zichligi 1 ga teng bo'lib, 1 litr suvning og'irligi 1 kilogramm chiqadi degani. Muzning zichligi 0,9 ga teng va bu 1 litr muzning og'irligi 900 gramlar edi. Ayrim kelinlar, qizlar, ba'zida katta yoshdagi ayollarni ham ariqlarga axlat, daraxtlardan tushgan barglarni supurishayotganligini ko'rasiz. Bu holat go'yoki ommalashtirilgandek. Ming afsuski, mana shunday suvga hurmatsizliklar tufayli ichimlik suvlarimiz, ariqlardagi suvlarimiz go'yoki bizdan o'ch olayotgandek kamayib bormoqda. Davomi. Bir alloma, ey suv, hayot uchun zarur emassan, balki hayotning o'zidirsan, degan ekan. Yapon tadqiqotchisi doktor Masaru Emoto o'zi yig'gan suv namunalarini muzlatib rasmini olgan. Tabiiy oqar suvlar chiroyli kristall hosil qilgan. Vodoprovod suvi kristallashmagan. Kristallashsa ham buzuq kristall hosil qilgan. Sevgi, shukr, farishta so'zlari bitilgan yorliqlar yopishtirilgan shisha idishlarga solingan suv chiroyli kristallar hosil qilgan. Shayton so'zi yozilgan yorliqli shishadagi suv molekulalari qop-qorong'u teshik shaklini olgan. Tog' muzlaridan va erigan qorlardan daryolarga oqqan suvlar sog'lom suvlardir. Tepa buloqlardan pastga toshlarga urilib tushgan tez va ko'p oqqan, to'xtamay harakatda bo'lgan, yengillashgan suvlar sog'lik uchun foydali hisoblanadi. Yomg'ir suvlari ham yengil suvlardandir. Ammo yomg'ir suvlarini yomg'ir yog'ishni boshlaganidan so'ng 15-20 daqiqa keyin olish kerak bo'ladi. Yomg'ir suvi ich ketishini to'xtatadi va jigar, buyrak kasalliklarini yengillashtiradi. Yegandan so'ng uyqudan uyg'oniboq suv ichish turli xil kasalliklarga sabab bo'ladi. Bir podshoh vazirini chaqirib, avliyolar suhbatidan bahramand bo'lib kelamiz debdi. Avliyo huzuriga kelib, o'zining fuqarolarini mensimay, davlatining ko'pligini bayon qilibdi. Shunda avliyo podshohga: "Sen tiqilib qolding. Mening qo'limda suv turibdi. Bir qultum bermasam o'lasan. Bir qultum bersam o'tib ketadi. Evaziga nima berasan?" deb so'radi. Podshoh: "Yarim podshohligimni berar edim", deya javob beribdi. Bordi-yu, shu luqmang tomog'ingda turibdi. Yana bir qultum suv bilan o'tishi aniq. Shu bir qultum suvni ham bersam evaziga nima berar eding?" deb yana so'radi avliyo. "Unday bo'lsa, bor podshohligimni senga berar edim", debdi podshoh. Shunda avliyo: "Ana ko'rdingmi? Seni ishongan davlating, podshohligingni qiymati bir qultum suvchalik ham qadr-qimmatga ega emasdir", deya podshohga pand nasihat qilgan ekan.